Bir og'iz. Marhamat. Hozir bir og'iz. Test savollari bilan juda ko'pdan beri shug'ullanib yuraman. Bu yerda test markazidagi vakil o'tirganlar uchun aytmoqchiman. Bitta savolni eshitinglar, yaxshilab eshitinglar. Jarangli undoshning jarangsiz jufti bilan shakldosh so'z yasovchi qo'shilgan o'zlashma o'zak antonimiga sinonim so'z to'ldiruvchi vazifasida kelgan gap ishtirok etgan qatorni toping. Yana bir marta domla. Yana bir martasiga boshqasini o'qib beraman. Xo'p. Havola bo'laki, qo'shma gap haqidagi nechta hukm noto'g'ri? Havola bo'laki, qo'shma gaplar har doim sodda gap bilan sinonim bo'la oladi. Havola bo'lakli qo'shma gaplarda ergash gap bosh gapdan oldin yoki keyin kelishi mumkin. Bosh gapni ergash gap takrorlarga olmosh o'rniga qo'yish mumkin. Havola bo'lakli qo'shma gaplarda bosh gap tarkibida ergash gapni taqozo etadigan, uning mavjud boshiga ishora qiladigan ko'rsatish olmoshlari ishtirok etadi. Mutaxassis sifatida siz shu savollarga A javobida, endi bu yoqni eshiting. Xo'p. A javobida 3 ta, B javobida 2 ta, S javobida 1 ta, D javobida 4 ta. Siz mutaxassis sifatida qanday baholaysiz mana shu savolni? Men mutaxassis sifatida bolasi yo'q odam tuzgan bu savolni deyman.